Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bizning ko'hna va hamisha Buxoroy sharifimizning Imomi Hojatbaror ziyoratgohining mana shu ro'parosidagi mana shunday hojatbaror kitoblar olamiga xush kelibsiz. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Imomi Hojatbaror ziyoratgohining ro'parosidagi mana shunday hojatbaror kitoblar do'koniga xush kelibsiz. Mana hozirgi kunda biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa, davlatimiz ham bo'y biladi. Mana biz hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa, davlatimiz ham bo'y biladi dedilar. Mana hozirgi kunda turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytirish, mana bunday bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga hozirgi kunda 70 mamlakatdan mehmonlarimiz kelishibdi. Turistik mehmonlarimiz mana bunday hozirgi kunda mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zlari ham qutlug' dargohga borib xalqimizni duo qilib keldilar. Biz duogo'y otaxon onalarga yo'llarimizni ochib, haj yo'llarimizni ochib, hajlarga, umra safarlarga borib xalqimizni duo qilib keldilar. Men ham Buxoro viloyat, Buxoro tuman, Mustaqillik mahalla, Yangiobod 46-uyda yashovchi Ikromova Safiya Murodovna 23-yil 9-noyabrdan 23-noyabrgacha haj umra safarlariga borib xalqimizni duo qilib keldik. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizga bor. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda mana shu yerda 70 ta mamlakatdan mehmonlarimiz, turistik sayohatlar kelib, mana bunday hozirgi ayollarimizga mana bunday chiroyli ro'mollarimiz, ana bunday kitoblarimiz, hammasi Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana Allohga shukr qilib hozirgi kunda haj umra safarlariga borib, mana shunday zamzam suvlaridan ketirib, yo iloho Makka Madinaga yetar kun bormikan, ustuni Hannoni Mannonni quchar kun bormikan, tashna borib obi zamzamdin ichar kun bormikan, ro'za-i g'atir mulib jon topshirar kun bormikan. Yo Muhammad dir idi yotsa agar, yo Muhammad dir idi tursa sahar, yo Muhammad deb ochar erdi ko'zin, yo Muhammad deb yuvar erdi yuzin. Allohumma salli ala Muhammad va oli Muhammad. Salavat bar Muhammad. Mana biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz ulug' avliyolar yurti, 7 pirlar makoni. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim,
tinch yurtim, mana shunday bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Imom Hojatbaror avlod ziyoratgohiga xush kelibsiz. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening.